Umid. Assalomu alaykum opa. Bormisiz? Ana Latta Odil. Xotin quli. Chaqir menga. Nima deyapsiz? O'zingizga qarab gapiring, kim xotin quli? Sen ering xotin quli. Sen meni jigarlarimni ko'chaga haydamoqchi bo'lsanmi? Uy meni nomimda. O'zing ko'chada qolmagin, ahling bilan bo'l. Siz ham mashittaligingiz juda yaxshi shopdi-da. Singizga qanaqa tarbiya bergansiz? Akam otadek gap u. Qachon qarasam urush janjalga kelaman-e. Seni eshityapsam, seni orqangdan gap eshitib zerikib ketdim. Agar yana seni orqangdan gap eshitsam, meni o'ldi deb hisoblab orqamdan borib yurmaydi. Aka, men o'lim kalta yeb qolaram. Ilon, yolg'on gapirma. Tuhmat qilma jigarlarimga. Jigarlarim to'g'risida. Shundaymi? O'zingdan ketma. Bo'ldi-da. Bo'ldi endi. Tiling tiyib yaxshi yashasang bo'lmaydimi? Bilasan, onam kasal. Agar bu qulalarni eshitsa, bettar og'irlashadi. Senga shu kerakmi? Jim yashagin, baxtli yashayman desang. Agar tinch yashayman desang, aka-opalaringdan kechirim so'ra. Tezda bo'l. Akalarim, opajon kechiringlar, yaxshilik qilib qo'yibman. Aka, siz aytdingiz opamga aytmaylik deb. Yaxshi ham aytganim. Mana kelib hamma yo'lni hal qildi. Yaxshi ham onam tug'ib ketgani shu opamni. Alloh rozi bo'lsin. To'g'ri aytasan-ku, yaxshi ham opamga aytganing. Kelin ham qilmishiga yarasha bo'ldi o'zi. Kelin, yana bir marta ogohlantiryapman. Bu ish takrorlanmasin. Uy meni nomimda. Keyingi safar ko'chada qolasiz.